borib mensimayapsiz. Siz o'z davlat aka. tuhmat qilyapsiz. Siz tuhmat qilyapsiz. Odam borib ish turdi, kecha ham aytdi. Mana o'zi eshitdi. Aka siz viloyat hokimi da'vo qilib sudga qaror chiqyapti. To'xtatib turing, bular norozi bo'lyapti-ku. Bo'ldi, norozi bo'lyapti. Bozor bo'lmaydi, bozor ham bekiladi. Ana shunaqa qiladi-da, bozor bo'lmaydi. Bozorni bekiladi deydi. Mashina qiladi. Shunaqa qiladi. Hozir borib aytadi-ki, shular borib to'xtatdi. Bozor qo'ymi bu? To'xtatadi. Nima qilishimiz kerak? Shu jarayonga siz bular to'xtangda, to'xtang o'zingiznikini o'tkazinglar. Buni puli Lekin biz gapiramiz. Hozir nima qilyapmiz? Kelib o'zingiznikini o'tkazasiz. Bozor to'xtatamiz deydi. Siz nima degan bo'lardi? Aka, bularga joyini olib qo'yib turganim yo'q. Mana o'zi gapirdi. Sotib oldingiz, qayerga borsa sotildi deyapti. Qayerga borsa Mana bozorga chiqmaydigan odamlarga sotib bo'ldi bu. Yurist bilan kiramiz, rahbarga xulosani beramiz. Quloqingiz bilan eshitdingiz. Xonamda gaplashamiz, yurist olib chiqasan dedi. To'g'rimi? Kecha vaqt bo'lmadi. Bugun olib kiramiz, xudo xolasa. Bugun yechib beramiz. Yeting, nima qilaylik? O'zi hali o'sha kelishuv bitimi qilish kerak edi. Shular nizolar bo'lmas edi. Kelishuv bitimi qilsak, bular ko'nmayapti. Men bepulga qo'yganingizda shuncha nizom bo'lmas edi. Ishonch bo'lganda Usta bo'lardi aka ishingizdan. qonunni bilarsiz. Bilaman. Hozir ham aytaman. Sizga hozir noto'g'ri o'rgatishyapti aka, bilaman. Kimlar bilan maslahat qilyapsiz? Noto'g'ri yo'ldan ketyapsiz aka. Aka, mana Alloh taolo menlar ko'piryapman men. Kelishuv bitimi kerakmas biz uchun. Nazar aka. Qurma biz uchun. Hozir mani yomon ko'ryapsiz, mani boshqa qilmay, yo'q. Odamlarni qo'yapsiz, mayli. Prosta bular bilan iqtisodiy sudda sudlashibsizlar. Biz borganimizcha. O'shanda kelishuv bitimini qilib olganlaringda, mana buncha joy saniki ekan masalan, to'g'rimi? 70 kvadrat. Bo'ldi, davay. Kelishuv bitimini taqdim qilamiz, mediatsiya qilamiz. Mediativ kelishuv qilib olganlaringda mana shu nizolar bo'lmas edi. Hozir beralasizmi? Kelishinglar mana. Nechta sudya kelishinglar. Sizlarga sudya nechtasi taklif qildi? Sizlar ko'nmaymiz dedilar. Kelishinglar notarialni. boshqa gapi yolg'on buni, hamma gapi. Buni gapi yolg'on, ko'p gapi. O'shani men aytmoqchi bo'lganim aka. Tanishingiz boshqa iqtisodiy Borib aytadi, hammaga borib shuni deydi. Hozir qurish to'xtatsa bozor deydi. Men senlarga bekorga bermoqchi edim deydi. Ko'nmaydi bular. o'sha yerda odam ekansiz dedim mana. Biz odammiz, rahmat. Men sizni ham tanimayman, bularni ham. Nima qilsin aka? Mana shu joyga bitim qilsin, men qo'l qo'yib beraman aka. Mana shu joy shuniki deb bitim qilsin, yana siz aytib qilib beraman aka. Men bularni qilyapman, men o'zimga nima kerak bor aka? Siz eski shartnomangiz bunaqasiga javob berib qo'ying Rahmon Nazar aka, eski shartnomalarga. Qurib beraman degan. Hamma yo'q, Rahmon Nazar aka, 20 millionda qarab tursangiz oldinga. Men sizni yaxshi bilaman. Maytlarda qurish qilganingizni bilaman. Mani mahalladoshlarim ishlatgansiz, bilaman. Men ham siz haqiqiy To'g'ri. vaqt tanidim sizni. Bizdan bilamiz. bilaman. Ukalarimiz ishlatgan pulini Murosada ish Yo'q, bir yoqqa o'tib o'ynaylar deyapti. Baq o'tib o'ynaylar. Meni olmay kiribdi, aytingchi. Bugun kiribdimi, kiribdi. Hali videoyingiz ham turibdi, prezidentga bor u bu deb to'xta gapiryapsiz aka. U o'sha mana turibdi videolar. Aytganman aka. Aka mana u gap yaxshi bas. Nima qilish kerak? Bozor to'xtatish kerak. Ismi Muhrida. Men kechqurun rahbarimdan so'rab, aytdim-chi, Qurilishda o'zi to'xtatsin. Qurilishda o'zi bozor emas. Bunda yozdirib qo'ying agar yetti marta qaytardingiz-da, to'xtatdingmi? To'xtat. Qurilishda to'xtatsin, bozor to'xtatmas. 3 marta to'xtataman. takka borsa qulab borasiz. Nima qilaylik? Ishlanmayapmiz aytdi. Men tushuntiribdi. Ertalabdan shu qilmay shu o'tiribman men. 25 ta odam bor. Ya, men siz tadbirkorsiz, sizni ham himoya qilaman. Men nima qilyapman hozir? Sizlar bilan mana shu kechgacha o'tiraverayman. Ijroyim yonib yotaversinmi deb. Sen menga uchrayapsan. Mana uchrayapsiz. Uchrasak yo'q. Bitta joy qilib beraman. Ha, qilib beraman. 30 ta ro'yxat qiladi, 30 taga berasiz. Beraman. 100 ta qonuniy ungacha sabr qilib turing. Biz gazimizni, sudlarimizni, rahbarimizni xulosalarini olaylik. Keyin biz kerak bo'lsa men o'zim borib o'sha 50 ta ro'yxatni qilib beraman. Bo'ldi, beraman. Bo'lmaydi. Hali sizniki emas edi. Sizga o'tsin, keyin biz o'sha narsani qilib beramiz. Bo'ladimi? Har kuni rozan kunda. Men o'zim telefon qilaman kechib. Men rahbarni oldiga kirib chiqay. Agar qurorsin desa telefon qilib quror deyman. Hozirdan to'xtatasiz, borasiz. Hozir aytamiz. Bozor to'xtatmasin, ammo bor boshqacha gap gapiriladi ag'da. Ijroyim yonib yotibdi men aka. E'tirozim yo'q aka. Bular meni hozirga
ertalab kirib siz aytgan Aka siz bular bilan gaplashmayapsiz. Bular nima gaplashmayman. gapirmaysizlar. Kelmasdik agar Farg'onaga betga. Bunaqa kelmas edik biz. Gaplashganimizda kelmasdik biz bu yoqqa. Video ham bor, Rahmonazar aka. Yolg'on gapirma. Bo'lmagancha baqa keldik biz. Biz ovora bo'lib kelmasdik. Bunaqa qilib betga bo'lmasam. Bitta baqir chaqir qilmaylik. Bitta kamera hamma yoqqa ketyapti. Joyiga rozimisiz? Ketinglar. Rozi basmiz u joyga. Boshqa gap tutmanglar. Boshqa gap tutmanglar. Sizlar ketaveringlar. Men rahbardan kirib chiqaman. Kechqurun, men shetdaman. Kechqurun rahbar nuqta qo'ysa nima? Qur desa quraveradi, qurmasa qurmaydi. Joyimiz chekin. To'g'risi. Ertaga mana yana sud bor. Sizga qurayotgan joyi ma'qul emas. Xulosalarni olamiz. Kerak bo'lsa keyin yana xulosa kiritamiz. Kechqurun rahbar bilan gaplashaylik. Ish qilolmayapman men. Qarang aka, biz joy so'rab kirganlarga-chi, o'sha menga qarshi chiqargan joy yo'q chiqaysizga deyapti. Aka, aga nima qilardik? Yomon gap gapiradi. Hozir bozor to'xtatib, o'sha 20 tasi bor, o'shalar orqasidan senlar bozor to'xtatdim, o'shalar bormayinda bo'lardi bozoring dedi. Nima boshqachaga gapiradi borib. Onda deyshdimi? Bloger olib kelganligimiz uchun buzildimi? Yo'q, shunaqa dedim. Sizlar bloger olib keldi, buzildi. Hamma yoqqa yozaverdi, bloger olib kelib o'shancha buzildi. O'sha yerda edingiz, qarang kirgan kuniga. O'sha yerda edingiz bu. Kelishdik mana. Bo'ldi, sizlar ketaveringlar. Kechqurun rahbardan. Endi noqonuniy bo'lgandan keyin chora ko'rilishi kerak-da. Noqonuniy narsani berib yuborish. Endi gap chuvalash ko'payaveradi. Ketdik, qani. Bu Bag'dodga boshqacha bo'lib boradi-da o'shaning uchun. Boshqa gap gapirlar hozir borib. Betdagi gap gapirilmaydi debdi. Vakil bo'lib keldim. Bu gapga Qo'ygansiz, do'konga kirgizib qo'ygansiz, to'ttalab. Umuman savdo qilganimiz yo'q. Xuddi o'shanaqa tirikchilik ham qilganimiz yo'q. Och qoldik sana. Biz mana 3 oydan beri bozorga chiqqanimiz yo'q. Rahmonazar aka, hali kuni bozorni orqasidan biz mana bunaqa qilolmayapmiz dedi. Bizga joyimizni ochib bering desa. Bizning joyimiz qurilishni ichidagi do'stim. Ana qurilish ichida yollanimda savdo qilyapti, menimki zaborni o'rab. Bu Yollanimda savdo qilyapti-yu. Ishtasini chiqargan hol bor, hokim bilan gaplashamiz. Ochib bersa ochib beraman. Menga Sizni xohishingiz, u hokim siz aytganingizni qilar ekan. Kerak bo'lsa. kechqurun hal qilarkan, yuringlar. Qarori bekor bo'ldi, to'xtat. Bo'ldi, tushunarli. Toshkentga ham boraveramiz. Bu yerda hal bo'lmasa Toshkentga boramiz. Hamma kutib turibdi hozir o'zi yo'lda, ana uydagilar. Kelamiz. Boradi. Kimga telefon qilsa qilar, biz ham boramiz. Bilursin. Aka bor boshqa sellardi 20 ta odam borgan ekan bozor to'xtatib qo'ydi deb shunaqa qayraydi qolganlar, hozir qolgan savdogarlar ertaga. Shuna. O'shanaqa deydi-da, aniq hammani qayraydi bizga qarshi hozir. Umuman boshqacha gap gapirib boradi hozir. Shunaqa murosa qiladi inson bilan. Investor ketaversinmi, investor falan qilaversinmi deb. O'shani ishlab olgan. Ishlab olgan o'shani. Shu olgan. O'shani orqasiga yashinyapti, o'sha investorlar orqasiga. Shunaqa qilyapti. Yo'q, unda buniki bo'lmaydi. Yo'qoladi bu. Toshkentga ham boraveramiz agar nima qilsa. Qolgan narigilar ham kelsa bir 60 tacha bo'lib qolamiz, 60 ta 70 ta bo'lib qolamiz. Savdo qilolmaymiz biz deb. Gaplashib, yo'q xulosani beramiz, rahbar hal qiladi. Biz hech bo'la qilolmaymiz. Hokim bilan maslahat qilaman deb, hokim buni aytganini qiladi. O'shanaqa. Bu faqat yo'q. Bu Bag'dod hokimi. Shunaqa murosa qilib qo'yardi o'sha hokim. Yetalaydi bundan o'tkazib. Hokimiyat, bizda hokimiyatda hal bo'lmaydi. Biz o'shancha Turaveramiz mana shu yerda 8 da kelamiz, ertaga kelamiz, yo Toshkentga ketaveramiz chetdan nari. Hal bo'lsa nima qilamiz? Shuncha ishimizni tashlab kelamizmi? Hal bo'lsa o'sha yerda. qanaqasiga biz Chiqishlar ham shu taraf. Said aka tikka shalloqlar deb so'kadi-yu.
Ichki ishlar dubinkasi bilan chiqib bosim o'tkazib buzirgan o'sha kuni. Urib, qo'lda qayirib ham ayol kishilarni ham. Xon nimasiga o'tirib ketdi. Bozorda yani kellasini olib ketsa bu nima? So'qisini olib ketsa kellasini olib ketdi. Shunda bozorda toza bular. Boratdan 20 tasi boruvdi, o'shalar kasriga bozor buzuvarman deydi. Yo'lda ochib qo'ydi. Kim savdo qilyapti? Yana ham kelamiz. Savdo qilmasak keladi. Biz hokim bilan Biz hokim kutamiz, biz qachon kelsin. Qolaveramiz shu yerda. Qolaveramiz. Yoshitdan nari ketaveramiz. 8dan keyin keladi. Uyda 3 oydan beri savdo qilganmiz, bekitib qo'ygan, darvoza qo'yib. Bola chaqamiz boqolmayapti, kontrakt ham to'lanmayapti. senga qildim.